Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Quyonchilik ma'lumotining serialiga xush kelibsizlar. Bugun biza quyonlarni oziqlantirish mazmunini davom etamiz. Bugun 26-qismda biz mineral moddalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni bugun kalsiy va fosfor haqida ma'lumot berib o'tamiz. Organizmning normal ishlashi uchun mineral moddalar ham zarur. Misol uchun kalsiy, fosfor, temir va boshqalar. Eng muhimi bu kalsiy va fosfor. Ular quyon organizmidagi barcha mineral moddalarning 65-70% tashkil qiladi. Bu moddalarning yaxshi o'zlashishi vitamin D ga bog'liq. Ayniqsa qishda quyonlarni kalsiy va fosfor bilan ta'minlash juda muhim. Ular yetishmasa, quyonlarda, homilador quyon urg'ochilarda bola rivojlanishi buziladi. Sutli quyonlarda kalsiy ko'p sarflanib, qon tarkibida kamayib ketadi. Ya'ni kalsiy bermasanglar, emizayotgan quyonga u sutiga o'z suyagidan majbur bo'ladi kalsiyni berishga bolalar uchun. O'shaning uchun o'zini organizmidagi kalsiy yetishmasa, o'zini organizmi suyaklari juda yumshoq bo'lib qoladi yoki qoni kam bo'lib kasal bo'lishi mumkin. Keyingisi bu sog'lik yomonlashadi. Demak kalsiy bilan fosfor juda organizmga muhim. Quyon sutida kalsiy miqdori sigir va echki sutidan 2 marta ko'p. Shuning uchun kalsiyga talab katta. Mana quyidagi tablitsada bizda qaysi hayvonda necha foizdan kalsiy bilan fosfor sutida borligi ko'rsatilgan. Misol uchun quyonda eng ko'p qo'ydan ham, sigirdan ham, otdan ham eng ko'p kalsiy bor sutida. Fosfor ham eng ko'p boshqa hayvonlarga qaraganda quyonni sutida foizi ham ko'p. Misol uchun mana quyonda kalsiy 0,64% bo'lsa, sutda fosfor 0,44. Mana qo'yda 0,18%, fosfor 0,14%. Sigirda sutida fosfor 0,19%, fosfor esa 0,08. Otda eng kam bu 0,09% kalsiy, 0,06% bu fosfor. Shuning uchun quyonning bolalari juda tez o'sadi. Chunki quyonning suti juda nafaqat kalsiy, fosforga boy, ham oqsilga juda boy. Shuning uchun quyonning bolasi juda tez ves oladi va bo'yiga juda tez o'sadi qolgan hayvonlarga qaraganda. Kalsiy manbalari bu beda va shunga o'xshagan o'simliklar, sabzi barigi, topinambur, pichan va boshqa o'simliklar. Fosfor manbalari bu asosiysi kepak. Kepakda fosfor ko'p, kalsiy juda kam. Eng ko'p kalsiy va fosfor hayvonot ozuqalarida. Bu go'sht, suyak unida va baliq unida. Shuning uchun ular mineral qo'shimcha sifatida juda foydali. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, qishda faqat o'rtacha sifatli pichan, kartoshka va konsertlardan iborat ratsion kalsiy bo'yicha yetarli emas. Shuning uchun kalsiy qo'shimcha kiritish zarur. O'rtoqlar, mana bizning bozorimizda mana bunaqa trikalsiy fosfat degan mineral bor. Bu yerda kalsiy bilan fosfor mana har xil hayvonlar uchun mo'ljallangan. Uydagi hamma hayvonlarga qo'shsa bo'ladi. Mana bu yerda yozilgan mana kalsiyni ta'siri nimaga, fosforning ta'siri nimaga uchun tablitsasi ham bor. Mana agar o'simlik anaqasidan berilmayotgan bo'lsa kalsiy, mana shunaqa kalsiy bilan foydalansa bo'ladi. Buni narxi qimmat emas, 20-25 ming atrofida turadi. Mana misol uchun bizani yem bu yerda o'zingiz tayyorlagan yem ham bo'laveradi. Mana har xil don mahsulotlari, mag'izli ham bor, yer yong'og'i ham bor, mosh, guruch va hokazo, jo'xori. Mana shunaqa yem bo'lsa, agar granul bo'lmasa sizlarda, men misol uchun bunga granul ham qo'shib uraman. Mabodo mana yo'q bo'lsa, granulmi, o'zingiz tayyorlagan yemmi, mana bizni уже tanishganmiz, mana Trivit. Bu yerda vitamin D ham bor. Yoki alohida vitamin D bersanglar bo'ladi, yoki
baliq yog'i, ya'ni ribiy jir degandan qo'shsa bo'ladi. Agar undan ham bo'lmasa, oddiy yog' ham bo'laveradi, o'zimiz yeyotgan yog'. Baklajkada sotilayotgan pista yog'i, ishlatilgan yog' ham bo'ladi faqat. Ishlatilgan bo'lsa, ko'p turmagan bo'lishi kerak. Misol uchun yarim yillab, oylab turmagan bo'lishi kerak. Misol uchun kechagina o'tgan kunimi ishlatdingizmi o'sha yog'i, ikkinchi marta уже ishlatish mumkin emas odamga, zaharga aylanadi. Mana shunaqa qilib, shu yemlarga qo'shsa bo'ladi. Mana vitamin D как раз kalsiyni yordam beradi, kalsiyga suyaga singish uchun. Mana shunaqa qilib ozgina qo'shdik, aralashtiramiz, yog'liqni qilamiz. Endi yog' ko'proq qo'shib yuborsanglar judayam suti yo'qlanib ketadi. Normasini o'rgan orasida. Men aytib qo'yay, bu 1 kilolik hozir yemni ko'rsatyapman. 1 kilo. 1 kiloga men ko'p qo'shmayman. Ko'p qo'shsanglar quyon yaxshi yemaydi. Mana taxminan 3 dan 1 qismi trikalsiy fosfatni qo'shamiz. Ko'p qo'shilmaydi. Chunki bundan tashqari boshqa minerallar ham qo'shish mumkin. Vitamin qo'shish mumkin parashokda, askorbinli kislota qo'shiladi hali. Men просто mineral qo'shayotganimni ko'rsatyapman. Mana bu уже o'zingiz tayyorlagan yem bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib granulirованный yemni ham усилить qilsanglar bo'ladi. Agar yemga ishonchingiz yo'q bo'lsa, qo'shimcha qilib qo'shsanglar ham bo'ladi. Mana misol uchun shu. Mana уже anaqadan granulirованный apparat bo'lsa, shunda chiqarib olsanglar tayyor granul bo'ladi. Ozgina beda qo'shilsa, qurigan beda. Undan ham zo'r bo'ladi. Mana shunaqa usullar ham bor minerallarni yemga qo'shish uchun. Yosh quyonlar ona sutidan kalsiy va fosforni 80-90% o'zlashtiradi. Lekin o'simlik ozuqalaridan ularni ancha yomon o'zlashtirishadi. Shuning uchun quyonchalarni onasi ostida ko'proq saqlash kerak. Misol uchun men 2 oygacha saqlayman. Даже 70 kungacha ham saqlayman agar imkoniyat bo'lsa. Hamma onasi ozib ketmasligi uchun shu hamma yetarli moddalarni o'z vaqtida, o'z miqdorida berish kerak. Kalsiy va fosfor suyak rivojlanishi uchun kerak. Skelet yaxshi o'ssa, mushaklar ham yaxshi rivojlanadi. Bugungi ko'rsatuvimiz nihoyatiga yetdi. Keyingi 27-ko'rsatuvimizda biz qo'shimcha minerallar haqida davom etamiz. Ya'ni osh tuzi, temir, oltin gugurt, kobalt va boshqa minerallar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha va eshitgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.